Kun bo'yi o'tirib ishlaydiganlar yuragini qanday himoya qilish kerak? Ishingiz o'tirib ishlashdan iboratmi? Unda sizga bir savol. Oxirgi marta qachon o'rningizdan turib harakat qilgansiz? Kun bo'yi uzoq vaqt o'tirish jismoniy faollikning kamayishiga olib keladi. Bu esa uzoq muddatda yurak qon tomir salomatligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ish kunida kichik harakatlarni ko'paytiring. Har 30-60 daqiqada o'rningizdan turib, bir necha daqiqa yurib keling. Telefon orqali gaplashayotganda imkon bo'lsa yuring. Lift o'rniga zinadan foydalaning. Ishga borish yoki qaytishda imkon qadar piyoda yurishni ko'paytiring. Tushlik vaqtida ham 10-15 daqiqa sayr qilishni odat qiling. Va eng muhimi, ishdan keyin sport bilan shug'ullanaman deb kun bo'yi umuman harakatsiz o'tirmang. Yurak uchun faqat sport zaldagi 1 soat emas, kun davomida qilinadigan har bir harakatingiz ham muhim. Agar ofisda ishlaydiganlar uchun 5 daqiqalik yurakni himoya qiluvchi mashqlar ro'yxatini xohlasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring.